Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Rohitxon deb bo'lyapti va bugungi videomizda do'stlar, bugun men qanaqa qilib blitz qilishni o'rgataman. Albatta bu Neymarda o'z qilamiz sizlarga. Ko'pchilik Neymarni olgan bo'lishi mumkin do'stlar, kartasini. Short-time kartasi kelgan. Hozir o'sha kartasi bilan qanaqa qilib blitz qilishni bilmaydiganlar uchun albatta blitz qilishni o'rgatamiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rib, shu videoni boshlashimizdan oldin albatta like bosib, keyin Rohitxon TV YouTube kanaliga albatta obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Chunki bu yil biza YouTube kanalimizda 50 ming bo'lishimiz kerak. Va do'stlar, xullas qanday qilib blitz qilishni o'rgatib olaman. Buning uchun mashina kelasizlarda do'stlar, oxirigacha ko'rishinglar maslahat beraman videoni. Shuni kelib turib, bunaqa emas. Ko'pchilik shunaqa qilib xato qilib qo'yadi do'stlar. Aslida bunaqa tepilmaydi. O'zim ham shunaqa xato qilib qo'yganman, keyin asta-sekinlik bilan o'rganib ketganman. Xo'p. Shunaqa qilamiz endi, mana shunaqa joylardan kelib turib mana turish kerak do'stlar. Mana shunaqa holatda tepiladi, lekin to'g'ri tepishlar kerak bo'ladi. Darvozaga qarab to'g'ri tepishlar kerak bo'ladi. Sizlarga boshqa taraf tushuntirib o'taman. Do'stlar, keyingi videoda double touchni ham qanaqa qilishni sizlarga tushuntirib o'taman. Ya'ni double touch qilishni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Bilmaydiganlarga o'rgatib boraman. Keyingi videomizda men o'rgatib boraman. Agarda shu videomizga do'stlar mayli 5000 ta like yig'ilsa do'stlar, 5000 ta like yig'ilsa, men double touch qilishni o'rgataman va videosini YouTube kanalimizga chiqaraman. Agarda buni xohlasanglar, albatta shu videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va keyin shu videoga 5000 ta like bo'lgandan keyin men double touch qilishni o'rgataman va videosini YouTube kanalimizga joylayman do'stlar. Xullas, buni kelasizlarda do'stlar, buni kelib turib do'stlar qaranglar-da. Qaranglar. Mana shunga o'xshash mana shunaqa holda bo'lish kerak. Qaranglar do'stlar. Shunga holda tepiladi. Qaranglar. Hozir o'xshamayapti-da do'stlar bizga, lekin aynan shunaqa holda tepiladi do'stlar. Men qilgan holatda tepilishi kerak bo'ladi. Qara, boshqatdan kelamiz-da. Ana do'stlar, sal bo'lsa ham o'xshadi bizda. Maslahatim do'stlar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar, qarang. Kelasizlar do'stlar. Shart kelasizlar. Keyin mana shunaqa holda tepishlar kerak bo'ladi do'stlar. Mana. Shuni boshqa taraf tushuntirib beraman. Qaranglar. Qaranglar. Dashni bosasizlar, yugurish bor-ku, o'sha dashni bosib turib, keyin mana bunaqa bor-ku, mana bunaqa. Shuni burab turib qilasizlar-da do'stlar, короче, burab turib qilasiz. Tushunasizlarmi do'stlar? Shuni buraysizlar, shuni. Mana bunaqa, ya'ni dumaloqni, dumaloqni mana men qimalatyapman. Mana shu narsani dash bilan birgalikda burab turib, keyin shotni bosasizlar, bo'ldi, tamom. Sizlarda ham albatta blitz qilish bittada o'rganib olishinglar mumkin bo'ladi. Agar o'rganib olmasanglar, qaytadan qilsanglar, albatta sizlarda ham o'xshaydi do'stlar. Qayta qilish kerak bo'ladi. Menda ham shunaqa bo'lib qayta qilganman va menda ham o'xshab ketgan. Birinchidan to'g'risi menda ham eplolmaganman, qiynalganman. Lekin harakat qilganman, keyin menda ham o'xshab. Agar sizlar ham shunaqa holda harakat qilib, qaytadan yana qilaversanglar, albatta sizlarda ham blitz qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Ya'ni blitz qila olasizlar do'stlar. 100%. Men bunga kafolat bilan ayta olaman do'stlar. Xo'p, Neymarni topib olaylik, buncha
Ya'ni bir marta sizlarga tushuntirib o'taman do'stlar. Xullas mana shu yerdan kelasizlar-da, mana kelasizlar. Shundoq burasizlar. Burash kerak bo'ladi. Shundoq burasizlar. Bo'ldi, tamom, bilasiz. Yana agar tushunmaganlar bo'lsa, mana qaranglar. Shundoq kelasizlar-da, do'stlar. Shunday kelib turma. Chekkaroqdan kelsanglar, yaxshiroq bilisizlarning chiqishi mumkin. Qaranglar. Yo'q, menda o'zi o'xshamadi bunisi. Haliginda o'xshatgandim lekin. Qaranglar. Yana o'xshamadi do'stlar, mayli. Men ham to'g'risi adashib ketdim. Yomon gol. Boshqacha gol bo'lib ketdi. Gol bo'lib ketdi. Qaranglar. Shuni kelib turib do'stlar, shunday mashina holda kelasizlar, dekarchi. Yo, bu o'xshamadi do'stlar, siz juda hayajonlanib ketyapman deyman. Hayajonlanmayapman, lekin nimagadir hop, bizada ham xatolik ketib qolyapti o'ziga. Shu sababli o'xshamay qolyapti. Mana boshqatdan sizlarga tushuntirib qarang. Maslahatim do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki sizlar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sababi bilishlarni o'rgatyapman. Shuning uchun mana do'stlar, bizada o'xshadi. Yana bir marta. Keyin shundoq depsanglar ham bo'ladi-yu, mayli, mana. Bilis qilishni yana bir marta o'rgatib qaranglar. Xo'p, kelasizlar-da, qaranglar. Divizionda ham o'xshaydi bu narsa. Sizlar divizionda ham shuni raqibni borib bittada hayron qoldirsanglar ham bo'laveradi deganlar. Mana shunaqa holda tepasiga qarab. Mana bunaqa dumaloq narsani burab turib qilishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Buragan holatda bo'lish kerak. Bo'lmasa o'xshamasligi mumkin. Qaranglar, mana bittasi uzoqroqdan kelsak ham yaxshiroq chiqadi. O do'stlar, bilisni jinnizi bo'lib ketdi o'zi ham. Hozir bu tarafdan biz chiqib ko'ramiz. Bu tarafdan qaraylik. Bu tarafdan ko'ramiz. Qani bo'larmikin? Bu tarafdan qanaqa chiqar ekan bilishimiz. Hozir tekshirib ko'ramiz bitta do'stlar. Qaraylik. O'xshaydimi yo'qmi? Voy, bo'lmadi do'stlar, to'g'risi. Mayli. O'zi yana boshqatdan ko'ramiz-a. Joyiga o'tib bo'pti. Qaranglar. Mana shu yerdan kelib turib qilsak, qarang. Normalni bilish chiqish kerak edi. Bu bilish bo'lmaydi do'stlar. Bunisi bo'lmaydi. O'xshamadi. Yana bir marta o'zi qilib ko'ramiz mana shu holatda. Qaranglar do'stlar. O'xshasa bitta like bosib albatta. 100% o'xshashi mumkin. Qaranglar. Voy, bu do'stlar qanaqa bilish bu? Shu joyiga do'stlar bitta like bosmasanglar bo'lmaydi do'stlar. To'g'risi bor-ku. Bu like bosadigan joyida bor-ku do'stlar. Tushunasizlar. Like bosadigan joyi bu bilishga do'stlar. Apsi bilish cho'tki chiqib ketdi bor-ku. Xullas do'stlar, sizlar bilan roqtqonti bo'ldi. Videoni shu joyda to'xtatishga majburman do'stlar. Sababi videomiz ham tugadi do'stlar. Sizlar bilan roqtqonti bo'ldi. Keyingi videolarda do'stlar qanaqa anularni, ya'ni qanaqa videolar bo'lishini albatta yozib qo'yish esinglardan chiqmasin do'stlar. Masalan, agar shu videoga do'stlar 5000 ta like yig'iladigan bo'lsa, men keyingi videoda qanaqa double touch qilishni ham o'rgatishim mumkin do'stlar.
O'rgatishim mumkin emas, aniq o'rgataman do'stlar. Videosini qo'yaman. Agar 5000 ta like bo'lsa bo'ldi, tamom do'stlar. 5000 ta like bo'lsa men aniq videosini chiqarib o'rgatib, o'sha videosini YouTube kanalimizga joylayman do'stlar. Sizlar bilan xulosa Rohitxon bo'ldi. Shu videoga like bosmaganlar, albatta like bosib, Rohitxon TV YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki bu yo'l bizlar do'stlar 50 mingta bo'lishni niyat qilib qo'yganmiz do'stlar. Albatta obuna bo'linglar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar do'stlar.